Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, biz kuzatayotganlar mana Baliq tumanidagi loyihalarimiz davom etyapti ekan. Ancha joyda bitkazishib qo'yibdi. O'tgan safar ketayotganimizda bu tomonlar bitgan edi. Bu tomonlar bo'libdi. Bugun yakshanbaga bunda bozorlikka chiqib ketishibdi. Dam olishyapti ekan. Çıkıptı. Yani lisensiya qilishibdi. Ba'zan pulning kattaligini hisobiga piyodalar yurgani lisensiya maniga mashina tushiradigan qilib bu yog'ini narigi stajga yo'lab qo'yiladi. Maniga yo'lak bo'ladi. Narigi sahna bilan bu sahnani ulab qo'yiladi. Besyatkalarga yo'l tortiladi. Ikkala besyatkaga yo'l tortiladi. Loyihamizda shunaqa edi. Proyektda. Bu tanlov uchun turba ulab qo'ydik. Mana tanlovda turbalar tushib, pastga ulab qo'yadi. Faqat guruhxonaga tushadi. Guruhxonaning chekkasida latok bo'lyapti. Latokda mana shu turba orqali tashqariga orqa tomonga o'tkazib yuborilyapti. Yomg'ir suvlari uchun. Bu tarmoqga ham joyga turba qo'yib qo'yilgan. Bu besyatkaga joy ajratilibdi mana. Narigi besyatka bilan ro'parasiga bir xilda qilib besyatka qilyapti. Yozgi loyihalarimiz davom etyapti. Sizda ham shunaqa hovli qilish maqsad, niyat bo'lsa, aytsalaring, borib O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib, burchatkasini ham, usta haqlarini ham o'zimiz borib o'rnatib beramiz. Ustalarimiz ham bor. Farkli burchatkalarga O'zbekiston bo'ylab qilib beryapmiz. Chekkasiga bardor bo'ladi. Va guruhxona bo'ladi.